Menga qarang aka, xuddi shu narsa nima keragi bor edi, shunaqa qiynalib shunaqa qilishdan oldim. Xo'p, oson yo'li bor. Nimaga qilishmaydi men tushunmayman. Buni penoplastdan qilsa bo'lardi-ku akajon. Penoplast yumshoq, qattiq emas, siz mana akajon, ustidan bemalol yurib, sakrab ko'rsatsam bo'ladi. O'zi penoplast sakrash uchun emas, lekin mustahkam bo'lishi ustini baqat qilib qo'yganmiz, akalar. Xo'p, xuddi shu narsani 3D ko'rinishdagisini, 2D ko'rinishdagisini, xullas penoplastdan obnalishga, karniz, abramleniyalar, xullas sizlarga nima kerak bo'lsa, xuddi shu narsani siz xohlagan ko'rinishda qilib bera olamiz aka. Siz bizani eng qiyin ishingiz bo'lsa ham bizga tashlab bersangiz, biz uni qo'ldan kelgan chiroyli va sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Eng asosiysi narxi, akajon, mashi usti quymali obnalishkalarimiz narxi taxminan 15 ming, 18 ming, oddiy sepmalilari 10 ming, 12 mingdan sotyapmiz. Menimcha narxi ham juda arzon. Siz nima deb o'ylaysiz? Xullas, aka, qurilishda xuddi bu akadek qiynalib biron narsalar qilgandan ko'ra, mana oddiygina mana shunaqa narsalarni bizdan etsangiz, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Kolonna, karniz, liboy narsa bor aka. Xullas, qurilishga foydali ma'lumot o'tkazmaslik uchun mana shu profilga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aka qarang, video ko'pchilikga yetib borsa, ko'pchilik manfaatdor bo'ladi. Xuddi shunaqa qiynalib yurishmaydi. Shuning uchun siz hoziroq like tugmasini bosib qo'yasiz. Ko'pchilik yetib boradi, obuna bo'lasiz, videoni eng yaqin do'stga tashlab qo'yasiz. Bizdan kuzatishda davom etasiz. Eng asosiysi, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlardan yomon gumonda bo'lmaysiz. Assalomu alaykum.